ала koyup buruşta alıp göz oruna ornalaştıramız sekirip. Şarayısın. Şarayısın. Baktıralım. Qanday pishni ister? Qanday pishni ister? Sarıya, sarı üç buruşa. Qani ала koy, o'zi pishindi. Sekirib, o'rnalashtıramiz o'rniga. Tusi qanday ekan ayting? Sarı, jaraysin. O'rnalashtıramiz, o'zi ustiga qo'yamiz. Ustiga qo'yamiz. Ayollar qanday pishdi? Qanday pishni ister? Üç kuruş tusi qanday ekan? Sarı qilaverib pishindi. O'zini sekirib, pishindirni ustiga sekirib, o'rnalashtıramiz. Qanday pishni ister? Jaraysin Abdujan. Yengillik tusti, pishni tusti. Bu jaraysin. Jibeka. Qanday pishni tusti Jibeka? 4 kurush ya? 4 kurush. 4 kurush. Suv qanday? Jasini alıp, jasini pishni ustiga sekirib, o'rniga o'rnalashtıramiz. Qanday pishni tusti? Bizina qanday pishni tusti? Yo'q, qanday aniqlab qaraymiz. 3 kurush tusi qanday ekan? Qanday ekan? Alıp, pishni ustiga sekirib, o'rnalashtıramiz. O'y jaraysin.